Undan keyin hurmatli vrachlar, animatsiya bor. Animatsiyada yana batafsil tushuntirish bor. Lekin animatsiyaga ishonib qolmaymiz. Mana shu yerda xudo xolasa ko'pgina ma'lumotni o'rganamiz. Qandli diabet. Hurmatli vrachlar, aktual kasalliklar yechimi izlanib, hali biri yechim izlanayotgan tibbiy muammolardan biri. Xo'p, hurmatli vrachlar, har 3 odamdan bittasida qandli diabet uchraydi. Ya'ni ba'zilar bilmay yurishi mumkin, risk omil shunga olib borib qo'yishi mumkin. Demak, bu degani 3 odamdan 1 degani, demak, hurmatli vrachlar, jamiki populyatsiyani 33% da qandli diabet kasalligiga uchragan yoki shunga moyilligi bor. Masalan, o'zimizda hurmatli vrachlar, non iste'mol qilinadi. Non tarkibida uglevodlar juda ham boy. U glutenni hosil qiladi, misol uchun, ichaklarda yopishib qoladi, absorpsiyani buzadi. Yoki boshqa uglevodlarga boy manbalar bor. Biz faqat shirinlikdan olamiz deb o'ylagan joyda ham, hurmatli vrachlar, biz kutmagan manbalardan ham uglevod kiradi. Oddiygina achchiq o'sha qalampir tarkibidagi kletchatkasida ham, hurmatli vrachlar, sellyuloza bor. U parchalangandan keyin bizda monosaxaridlarni hosil qiladi. Xo'p, qandli diabet degani, hurmatli vrachlar, glyukozani qondan hujayraga o'zlashtirilishi amalga oshmaydi. Ya'ni qandli diabetda insulin bilan bog'liq, chunki insulin bu to'qlik gormoni glyukozani regulyatsiya qilib turardi. Ya'ni insulinda asosiy fokusi bu qondagi glyukozaga. Qachonki qonda glyukoza miqdori ko'tarilsa, hurmatli vrachlar, mana bu glyukoza deb olamiz. Miqdori ko'tarilgandan keyin bizda insulin ishlab chiqarilib, asosiy fokusi shu qondagi glyukozani kamaytirish. Ya'ni giperglikemiya holatiga olib kelib qo'ymaslik. Endi mana shu glyukozani regulyatsiya qilib beradigan insulin ishlab chiqarilishida va hurmatli vrachlar, uni retseptoriga bog'lanishda muammo bo'lish natijasida insulinning effekti amalga oshmaydi. Natijada qondagi glyukoza hujayraga kirmasdan miqdori ko'tarilib, giperglikemik holatga olib kelib qo'yadi. Asosiy simptomni boshlanishi mana shu glyukozani qonda miqdori oshishidan boshlanadi. Undan keyin oqsillarga bog'lanishi, xudo xolasa aytib ketaveramiz. Qandli diabet, hurmatli vrachlar, asosan katta guruhi ikkita tip. Gestatsion qandli diabet bor, homiladorlikdagi. Uni xudo xolasa keyingi dars ikkinchi tipiga qo'shib aytamiz. Qandli diabetni birinchi va ikkinchi tipini farqi. Birinchi tipida yaxshilab e'tibor qilingizlar. Mana oshqozon osti bezida Langengas orolchasi bor, hurmatli vrachlar. Unda nimalar bor edi? Hujayralar bor edi. Alfa hujayra, beta hujayra va delta hujayra. Alfadan glyukagon, betadan insulin, deltadan somatostatin sintezlanadi. Alfa va betadan ishlab chiqariladigan glyukagon bilan insulin, hurmatli vrachlar, glyukozani qondagi titrini regulyatsiya qilib turadi. Misol uchun, glyukagon ko'tarib bersa, insulin uni kamaytirib beradi. Endi hurmatli vrachlar, qandli diabetning birinchi tipida organizmda avtoimmun holat bo'ladi-yu. Misol uchun, Hashimoto tiroiditi, ya'ni qalqonsimon bezni hujayralariga kelib, hurmatli vrachlar, immun hujayralar hujum qiladi. Shunday bir nazariya bor, hurmatli vrachlar, amaliyotda ham isbotlangan. Organizmdagi bir avtoimmun holat boshqa bir avtoimmun holatga sababchi bo'ladi. Misol uchun, sistemali qizil yuguruk degan kasallik bor, yoki revmatoid artrit, hurmatli vrachlar, Hashimoto, Graves yoki mana bu vitiligo kasalliklari. Bularning hammasi avtoimmun kasallik. Hujayralarda avtoimmun destruksiyaga uchratadi. O'shanda hosil bo'layotgan antitanalar, demak, beta hujayralarga ham hujum qilish natijasida, hurmatli vrachlar, beta hujayra destruksiyaga uchrab ketadi. Ya'ni funksiyasi pasayib, o'zi nobud bo'lib qoladi. Ishlab chiqaradigan insulin kam. Mana bu bizda qandli diabetning birinchi tipi. Qonda giperglikemiya, gipoinsulinemiya, ya'ni insulin miqdori past, lekin glyukoza baland. Endi hurmatli vrachlar, qandli diabetning ikkinchi tipi hayot davomida demak, qonga insulin ishlab chiqariladi, lekin hurmatli vrachlar, hujayrada insulinni tirozinkinaz tipdagi retseptor bor.
O'sha insulinni tirozen kinaza degan retseptori insulinni tanimaydi. Ya'ni sezuvchanlik pasayib ketgan, rezistent bo'lib qolgan. Natijada hurmatli vrachlar, insulin qonda bor, ba'zan giperinsulinemiya, lekin effekt yo'q. Kasallik kechib borish natijasida hurmatli vrachlar, surunkali ma'lum bir muddat keladiki, insulin bilan ishlab chiqariladi amilin degan oqsil bor. Amilin degan oqsil insulin bilan ishlab chiqariladi beta hujayradan. Endi hurmatli vrachlar, misol uchun retseptori sezmayapti insulinni. Insulinga ehtiyoj baland bo'lib ketdi. Insulinni effektiga organizm shunday xulosa qiladiki, balki insulin ishlab chiqarilmayapti degan. Natijada hurmatli vrachlar, kelib oshqozon osti bezini beta hujayralari aktivlanadi va mana bu amilin oqsili ham ko'p ishlab chiqariladi. Natijada oshqozon osti bezini beta kletkalarida amloidioz, ya'ni amloid to'planishi, amilin oqsillari yig'ilib amloidni hosil qiladi hurmatli vrachlar. Bu beta hujayralarga toksik xarakteristikaga ega. Qandli diabetning ikkinchi tipida bora-bora insulin miqdori ham sekin-sekin kamayib ketaveradi. Xo'p, kirishib oldik. Ya'ni qandli diabetda insulinda absolyut yoki bo'lmasa nisbiy zinchligi bo'ladi, yetishmovchiligi. Umuman ishlab chiqarilmasligi mumkin yoki uni effekti organizmda namoyon bo'lmasligi mumkin. Qandli diabet hurmatli vrachlar. Xo'p, o'zi insulinning fiziologiyasini aytgandik. Insulin qonga chiqqandan keyin glyukozani kamaytiradi. Mana hurmatli vrachlar, mana bu qon tomir deb olsak. Mana qon tomir. Demak, ovqatlangan, qonda glyukoza miqdori baland. Endi o'sha paytda oshqozon osti bezi beta kletkalari aktivlanib, qonga nima ishlab chiqaradi? Insulinni ishlab chiqaradi. O'sha insulin hurmatli vrachlar kelib hujayraga ta'sir ko'rsatyapti. Bu hujayrani misol uchun adipatsit yoki bo'lmasa ko'ndalang targ'il muskullar, aytaylik skelet muskuli deb olamiz. Adipatsit yoki skelet muskullaridagi tirozen kinaza tipidagi retseptorga kim keldi? Mana insulin kelib o'tirdi. Natijada hurmatli vrachlar, ichkarida demak gellar aktivlanadi va bizda glyutorlar hosil bo'ladi. O'sha glyutorlar membranaga ekspressiya bo'lib, qon bilan hujayra o'rtasida mana bunday nay hosil qiladi hurmatli vrachlar. Nay hosil qilishining sababi bor. Chunki glyukoza nima edi? Glyukoza bu suvda eriydigan gidrofil tabiatli molekula, osmotik aktiv. Hujayrani membranasida esa 2 qavatli fosfolipid qavat bo'ladi. O'shaning uchun bular hurmatli vrachlar duch kelgan aminokislotani yoki duch kelgan suvda eriydigan molekulalarni o'z-o'zidan o'tkazib yubormaydi. Natriyni ham, kaliy, glyukozani ham. Chunki hurmatli vrachlar, muhit qarama-qarshi. Mana bu glutlarning mexanizmi ham shuda, qondagi glyukozani, suvda eriydigan glyukozani yog' membranadan o'tkazib berish. Glyutor mana membranaga chiqdi-yu. Endi glyukoza qondan shu nay orqali hujayra ichiga kirib oladi. Endi hurmatli vrachlar, insulinning effekti shunday. Glyukozani adipatsit yoki skelet muskulga kirgizib berish. Natijada hurmatli vrachlar, bu yerda glyukoza kirdi. Dastlab qaysi reaksiya edi? Piruvatni hosil qilinishi, ya'ni glikoliz. Piruvat hosil bo'lgandan keyin laktatga aylanishi mumkin. Anaerobik glikoliz davom etib. Buni ko'ruvdik, yoki atsetil CoAga aylanadi. Atsetil CoAga aylansa hurmatli vrachlar, Krebs sikli davom etib, undan hosil bo'ladigan NADH bilan FATH2 elektron transport zanjiriga oxirida mana ATF hosil bo'lyapti. Bu ATF energiya manbai, ya'ni organizmga energiya beruvchi tuzilma. Bu misol adipatsitda hosil bo'ladimi yoki skelet muskuldami, darrov energiya beradi. Lekin shirinlik yeganmi yoki meva yeganmi hurmatli vrachlar, qonda glyukoza baland. O'shaning uchun ortiqcha glyukoza ham qonda giperglikemiya olib kelmasligi uchun insulin hali ham
hujayraga kirgizishda davom etadi. Natijada bu yerda aytilyaptiki, glikogenezis, ya'ni hurmatli vrachlar, glikogen hosil bo'lishi. Glikogenni hosil qiladi jigar bilan muskullarda. Undan tashqari hurmatli vrachlar, lipogenez. Lipogenez degani bu yog'ni nima qilishi, hosil bo'lishi. Xo'p. Genezis hosil bo'lish, lipo yog'. Demak, qon tomiri ichidagi erki yog' kislotalar yoki triglitseridlarni yog' to'qimasiga o'tkazib, u yerda hurmatli vrachlar, yog'ni triglitserid holatda zaxiralanishda ham nima qiladi? Insulin aktivlaydi. Glyukoneogenezda ingiberlaydi. Glyukoneogenez qanaqa jarayon edi? Glyukoneogenez. Glukoneogenez glukozani hosil bo'lish. Aha, ya'ni glyukoza bo'lmagan molekulalardan glyukozani hosil bo'lishi. Misol uchun alanin aminokislotasi yoki hurmatli vrachlar, aytaylik, glitserol, laktat, piruvatdan bizda glyukoza hosil bo'ladi. Mana shu bizda glyukoneogenez. Glyukoneogenezga insulin ingiberlovchi ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni bloklayapti. Buni ham sababini bilamiz. Chunki bu amalga oshsa, qonda glyukoza ko'payadi. Insulin bunga teskari ishlaydi. Ya'ni qonda glyukozani oshirish emas, balki kamaytirish kerak. Kamaytirish. Hurmatli vrachlar, bitta qiziq fakt aytaman, eslab qolingizlar. Mana bu muskulda qandli diabetni birinchi tipida proteoliz bo'ladi. Ya'ni mushak oqsillari lizisga uchrab, oqsillar parchalanib boshlaydi. Bunga sabab nima deyilganda, mana bu qondagi hurmatli vrachlar, glyukoza nima qilmayapti? Muskulga o'tmayapti. Chunki insulin yo'q. Insulinda effekti bo'lmaganligi uchun glyukoza o'tmaydi. Miyatsitlarga shunday bir innervatsiya signal keladiki, mana bu energiya manbai kirmagandan keyin hurmatli vrachlar, o'zi uchun o'zi kurashish. Ya'ni endi muskul o'zini tarkibidagi, masalan, glikogenni parchalaydi o'zini energiyasi uchun. Natijada hurmatli vrachlar, glikogen tugaydi bir kunga bormasdan. Endi hurmatli vrachlar, keyingi protsessda nima bo'lyapti? Sekin mushak oqsillari parchalanadi. Proteoliz. Mushak oqsillarni parchalanishi, mana oqsil parchalanganda uni monomeri aminokislotalari, misol alanin, aspartat va boshqa glyukogenik aminokislota. O'sha hurmatli vrachlar, aminokislotalar glyukoneogenez orqali glyukozani hosil qiladi. Demak, muskulda oqsil massasini erishini maqsadi baribir aminokislota hosil bo'lib, glyukoneogenez asosida glyukoza hosil qilish. Hosil qilingan glyukoza energiya uchun nima qilinadi? Sarflanadi. Muskulda shunday bir signal hosil bo'ladi. Qondagi glyukoza kirmadi muskulga. Endi o'zi uchun o'zi kurashish kerak. Oqsil eriydi, tarkibidagi aminokislotalar ajralib, glyukoneogenez reaksiyasiga kirishyapti. Natijada hurmatli vrachlar, glyukoza hosil bo'ladi-yu, o'sha biz bilgan yo'l piruvatga aylanadi, asetil-CoA, Krebs sikli, elektron transfer zanjiri hosil bo'lyapti, ATF. O'sha ATF muskulga energiya beradi. Xo'p, hurmatli vrachlar, bu insulinning nimasi edi? Funksiyalari edi. Bir takrorlab oldik. Undan tashqari, insulin hurmatli vrachlar, hujayrani o'sishida va hujayrani bir-biridan differensiatsiyasida ham qatnashyapti. Ya'ni differensiallashuvda, farqlashuvda qatnashyapti. Hurmatli vrachlar, bitta holat bor. Insulinni chalkashib ketmang, qandli diabetga umuman bog'liqlik joyi yo'q, lekin bilsak foydali. Hurmatli vrachlar, neyroendokrin o'smalar, masalan aytamizki, bir nechta endokrin a'zoda neoplaziya bo'lyapti. Aytaylik hurmatli vrachlar, qalqonsimon bezda, undan tashqari buyrak usti bezida neoplaziya bo'lyapti. Demak, bunga sabab qidirilganda insulinda tirozin kinaza tipdagi retseptorida ham hurmatli vrachlar mutatsiya bo'lgan. Ya'ni tirozin kinazada mutatsiya bor. Shu mutatsiya natijasida bu yerdagi hujayralar o'sib ketyapti. Hurmatli vrachlar, insulinni faqatgina metabolik
effektlari esimizda qolish bilan birgalikda hujayrani o'sishini ham eslab qolishimiz kerak. Hujayrani o'sishiga ham musbat ta'sir ko'rsatadi va hurmatli vrachlar, hujayra o'sib bir-biridan differensiallashadi. O'shani ham insulin nima qilyapti? Stimullayapti. Effektlari shu ikki qatorda berilgan edi. Xudo xolasa ko'rib bo'ldik. Insulinning metabolik effektlari qondagi aminokislotani, yog' kislotani, glyukozani kamaytirish va tegishli to'qima organlarda glikogen hosil bo'lishi, triglitseridlar yoki oqsillar hosil bo'lishini aktivlaydi. Hurmatli vrachlar, endi qandli diabet kelyapti. Qandli diabet, xudo xolasa hali sabablarini ko'ramiz. Hozircha insulin kam. Insulinni miqdori kam, yoki uni effekti kam. Ya'ni borib retseptoriga bog'lana olmayapti. Natija qanday bo'ladi deganda, hurmatli vrachlar, bu yog'i oson. Yuqorida gaplashgan narsamizni teskarisi. Glikogenoliz, ya'ni glikogen parchalanib ketadi. Xo'p, glikogen parchalanishiga maqsad, hurmatli vrachlar, mana e'tibor qiling. Mana jigarga bog'langan qon, undan tashqari bu yerda, hurmatli vrachlar, muskul bor. Mana bu yerda yog' to'qimasi bor. Mana shu qondagi glyukoza yog' to'qimasiga va muskulga o'ta olmayapti. Nima uchun? Chunki bemorda qandli diabet bor, masalan, birinchi tipi. Natijada, hurmatli vrachlar, adipatsit va skelet muskullariga glyukoza kirmadi. Chunki glyukoza kirishi uchun bu yerda glutor degan glyukozani transporterlari bor. O'sha glutorlarni, transporterlarni hujayrani membranasiga transport bo'lishi uchun va qondagi glyukozani hujayra ichiga kirishi uchun, hurmatli vrachlar, insulinning effekti kerak. Ya'ni insulin kelib retseptorga mana bog'landi. Mana bu glutorlar membranaga ekspressiya bo'ldi va qondagi glyukoza shu glutordan foydalanib skelet muskuli bilan yog' to'qimasiga o'tdi. Endi qandli diabetda shu effekt bo'lmaydi, hurmatli vrachlar. Natijada organizmda simpatik stimulyatsiya bo'ladi. Ya'ni simpatik nerv sistemasi, avtonom nerv sistemasiga tarkibiga kiruvchi simpatik innervatsiya aktivlanib, hurmatli vrachlar, go'yoki adipatsit bilan muskuldan xulosa chiqarib qo'yadi. Ya'ni bularga energiya manbai glyukoza kirmadimi? Demak, organizmda glyukoza kam degan. Natijada, hurmatli vrachlar, jigarga signal keladi. Jigar o'zini tarkibidagi glikogenni parchalab qonga glyukoza ajratadi. Lekin muammo qondagi glyukozada emas, balki insulinda edi. Mana bu glikogen parchalanib qonga glyukoza ishlab chiqarishi, bu, hurmatli vrachlar, qondagi glyukozani miqdori yanada oshishiga sabab bo'ladi. Lekin hech qanaqasiga mana adipatsit bilan muskulga energiya berib qo'ymaydi. Xo'p, birinchi tip qandli diabet kelyapti, hurmatli vrachlar. Vazn juda kam. Ozib ketgan, mana qo'lini qo'pol qilib aytganda suyagi ko'rinib yotibdi deymiz-ku. Chunki, hurmatli vrachlar, muskul massasi ham kamayyapti. Undagi oqsillar parchalanyapti, eriyapti. Sababi muskul bilan adipatsitga glyukoza kirmagan, energiya manbasi. Ular o'zi uchun o'zi kurashib, o'zini manbasini parchalab yuboryapti. Misol, adipatsitlarda triglitseridlar, muskullarda demak oqsillar. Glikogen parchalanadi, lipoliz bo'ladi, hurmatli vrachlar. Nima uchun? Yog' to'qimasiga o'sha glyukoza kirmadi. O'shaning uchun, hurmatli vrachlar, yog' to'qimasiga ham energiya kerak. Energiya hosil qilish uchun tarkibidagi triglitseridni parchalaydi. Triglitserid parchalanadi, hurmatli vrachlar, glyukoneogenezam aktivlanib ketdi. Shu joygacha tushunarli bo'lyapti hammaga, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli vrachlar, davom etamiz. Natija qanday bo'ldi deganda, natija giperglikemiya. Ya'ni qonda glyukoza miqdori ko'tarildi. Hurmatli vrachlar, qandli diabetda 4 ta spesifik belgi bor. Qarang, poliuriya, polidipsiya, polifagiya va glyukozuriya. Hurmatli vrachlar, e'tibor qiling, hammasini bog'lab beramiz. Mana qon. Hurmatli vrachlar, qonda glyukoza miqdori baland.
glyukoza yuqori bo'lganligi uchun giperglikemiya. Hurmatli yo'ldoshlar, glyukoza osmotik aktivlikka ega. Ya'ni bunday olib qaraganda suvga ehtiyoji bor. Osmotik aktiv degani o'ziga suvni tortuvchi degani, hurmatli yo'ldoshlar. Glyukoza qonda qancha baland bo'lsa, qonni osmotik bosimi, hurmatli yo'ldoshlar, osmotik aktivligi ko'tarilib ketadi, yuqori bo'lib ketadi. Bu degani, o'sha hurmatli yo'ldoshlar, suv kerak organizmga degani. Xo'p, qonni osmotik bosimi ko'tarilishi bu gipotalamusdagi chanqoq markazini aktivlaydi. Natijada hurmatli yo'ldoshlar, organizmda polidipsiya, ya'ni o'sha chanqash hissi paydo bo'lyapti. Hozir yana bitta sababini aytamiz polidipsiyaga. Hozircha birinchi sababi qonda giperglikemiya, glyukoza osmotik aktivlikka ega. O'shaning uchun hurmatli yo'ldoshlar, glyukoza qancha baland bo'lsa, organizm ham glyukoza o'ziga nima qilyapti? Suvni shuncha tortishga harakat qilyapti. Natijada bunga suv kerak. Bu hurmatli yo'ldoshlar, osmotik aktiv berganligi uchun osmotik aktivlikning ko'tarilishi gipotalamusdagi chanqoq markazini aktivlaydi. Xo'p, hurmatli yo'ldoshlar, filtratsiya jarayoni bor. Mana bu Shumalyanskiy Baumin kapsulasi. Undan hurmatli yo'ldoshlar, dastlab proksimal kalavasimon kanalcha, undan keyin hurmatli yo'ldoshlar, gelli qovuzlog'ini tushuvchi qismi, ko'tariluvchi qismi va distal kalavasimon kanalcha. Bu oxirida hurmatli yo'ldoshlar, yig'uvchi naychaga birlashadi. Undan keyin ikkilamchisilik hosil bo'lib, organizm peshob ajratadi. Xo'p, endi e'tibor qilamiz hurmatli yo'ldoshlar. Mana bu Shumalyanskiy Baumin kapsulasiga afferent arteriyola kiradi. Bu glomerulani hosil qiladi hurmatli yo'ldoshlar va efferent chiqib ketadi. Afferent arteriolaga keladigan qon bu buyrakka kiradigan qon, ya'ni buyrakdagi qonni hurmatli yo'ldoshlar miqdorini belgilaydi. Xo'p, qarang. Afferent arterioladan keladigan qon tarkibida ham glyukoza konsentratsiyasi yuqori. Hurmatli yo'ldoshlar, normada filtratsiyadan glyukoza nima qiladi? O'tadi, filtrlanadi. Lekin mana bu yerdagi proksimal kanalchadan darrov qonga qayta reabsorpsiya bo'lishi kerak. Ya'ni siydik bilan glyukozani chiqishi bu patologiya. Endi hurmatli yo'ldoshlar, glyukoza shunchalik ko'pki, filtratsiyadan o'tib ketyapti, ko'pgina glyukoza. Natijada hurmatli yo'ldoshlar, qayta reabsorpsiya bo'lyapti, lekin hammasi emas. O'shaning uchun glyukoza mana gelli qovuzlog'iga, undan distal kalavasimon kanalchaga va yig'uvchi naychaga o'tdi. Boya aytib o'tdik, glyukoza natriy kabi osmotik aktiv. Hurmatli yo'ldoshlar, qancha glyukoza siydik bilan chiqib ketsa, o'ziga shuncha suvni tortib chiqib ketadi. O'shanda hurmatli yo'ldoshlar, poliuriya, ya'ni ko'p peshob ajratadi. Qandli diabetga uchragan bemorlarni bilamiz. Ko'p peshob ajratishga sabab glyukoza ko'p filtrlanadi va siydik bilan chiqib ketish jarayonida o'ziga suvni tortib ketadi. Va hurmatli yo'ldoshlar, buning natijasi nima? Organizmdan suvning yo'qotilishi oshdi. O'shanda ham degidratatsiya, ya'ni suvsizlanish kelib chiqib, boya aytib o'tdik, chanqoq markazini aktivlanishining ikkinchi sababi. Birinchi sababi qondagi glyukozani o'zi osmolyarlikda ta'minlanib, chanqoq markazini aktivladi. Ikkinchi sababi glyukoza peshob bilan chiqib, o'zi bilan suvni ham ko'p tortyapti. Peshob ko'p hosil bo'ldi hurmatli yo'ldoshlar. Poliuriya. Natijada organizm degidratatsiya, ya'ni suvsizlanib, bizda nima qilyapti? Yana chanqoq markazi aktivlandi. Ikkita sabab tushunarli, poliuriya bilan polidipsiya. Poliuriya ko'p siydi, polidipsiya chanqab qoldi. Ya'ni hurmatli yo'ldoshlar, xudo xolasa ko'ramiz, derimoz deydi, ya'ni quruq og'iz bilan keladi, chanqab keladi. Undan keyin polifagiya. Hurmatli yo'ldoshlar, fagios degani bu yutish degani, fagotsitoz deydi. Poli degani ko'p degani, ko'p yutish. Bu degani o'zimizda och qolish bilan bog'liq hurmatli yo'ldoshlar. Bilasizlar, qandli diabetga uchragan bemorlar, biz o'sha diabet bo'limida amaliyot qilganimizda esimda hech nima yemayapman derdi-yu, lekin hurmatli yo'ldoshlar, o'zini kichik shkafchalariga bir qancha
yeydigan narsalarni yashirib qo'yardi. Vrachdan yashirib qo'yardi. Go'yoki psixologiya vrach bilmasin, lekin o'zi och qoladi, hurmatli vrachlar. Qiyin vaziyat, yeydi. Polifagiyani kelib chiqish mexanizmi qonda glyukoza baland, ya'ni giperglikemiya. Lekin hurmatli vrachlar, boya aytganimizdek, bu adipotsit, ya'ni organizmdagi yog' to'qimasi bilan skelet muskullari o'shanga glyukoza o'tmayapti. O'shaning uchun hurmatli vrachlar, bu yerdagi qanaqa impuls hosil bo'ladi? Bizga energiya manbai kelmadi. Organizm och degan impuls hosil bo'lgandan keyin ochlik markazi aktivlanadi. O'shaning uchun hurmatli vrachlar, polifagiya bemor ko'p och qoladi. Glyukozuriya, buni gaplashib bo'ldik. Siydik bilan glyukozani chiqishi o'zi bilan suvni tortib, demak glyukozuriyaga sabab bo'lyapti. Hurmatli vrachlar, tushunarli bo'lyapti hammaga. Qandli diabetdagi simptomlar, undan tashqari patogenez. Xo'p, boya aytganimizdek, giperglikemiya, hurmatli vrachlar, plazmani osmolarligini oshirib yubordi. Bu borib chanqoq markazini aktivlayapti. Natijada bemor chanqadi. Giperglikemiya, hurmatli vrachlar, poliuriyaga ham sabab bo'ldi. Endi qarang. O'zi mana bu yig'uvchi naychalardan qonga, hurmatli vrachlar, suv qayta reabsorpsiya bo'lishi kerak. Ya'ni birlamchi siydik tarkibidagi suv qayta reabsorpsiya bo'ladi. Bu ikki xil mexanizmda amalga oshadi. Birinchidan, hurmatli vrachlar, RAS sistemasi bor. Renin, angiotensin, aldosteron sistemasi. Shu sistemani maqsadi buyrak usti bezidan aldosteron ishlab chiqarish. Aldosteron bu nima edi? Tuz almashinuvini boshqaradi. Buni effekti, hurmatli vrachlar, mana shu yig'uvchi naychalar tarkibidagi natriyni qayta reabsorpsiya qilib beradi. Natriy qayta reabsorpsiya bo'lganda o'ziga suvni ham tortib olib o'tadi qonga. Natijada, hurmatli vrachlar, tafakkurni qarang, fikrlash, mantiq mana shu yerda paydo bo'ladi. Natriy o'ziga suvni tortgandan keyin plazmaga suv qo'shilyapti. Natijada, hurmatli vrachlar, gipervolemiya. Gipervolemiya degani qon hajmi ortadi. Qon hajmi ortsa, hurmatli vrachlar, qon bosimi ko'tarilib, misol uchun hamma organlarga qon borishi nima bo'lyapti, hurmatli vrachlar? Cho'tki, zakonni bo'lyapti. Ya'ni perfuziya ham kuchaydi. Chunki qon hajmi ko'paydida. Ikkinchisi, suvni qayta reabsorpsiyalanish yo'li bu gipotalamusdan ishlab chiqariladigan antidiuretik gormon, hurmatli vrachlar, keladi-yu, yig'uvchi naychalarda vazopressin retseptorlari bor, V2 retseptori. O'shanga bog'lanib, suvni o'zini qayta reabsorpsiya qiladi. Mana bu yerda akvaporin oqsillarni hosil qiladi. Yo'l mana shu naycha teshik orqali suv qonga qayta reabsorpsiya bo'ldi. Boyagi mexanizm. Qon hajmi ortdi, qon bosimi yuqorilandi. Hurmatli vrachlar, alkashlarda bor-ku, alkogol kelib antidiuretik gormonni to'g'ridan-to'g'ri bevosita bloklaydi. Natijada antidiuretik gormon alkashlarda ajralib chiqmasdan ular ko'p peshob qiladi, poliuriya. Sabab antidiuretik gormon chiqmagan, suvni qayta reabsorpsiyasi amalga oshmayapti. Xo'p, hurmatli vrachlar, hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsa, qandli diabetdagi bemorlar charchab qoladi, letargiya, uyquchan, hurmatli vrachlar, lanch. Buni sababi glyukoza siydik bilan chiqib, o'ziga, hurmatli vrachlar, suvni tortib ketyapti. Tasavvur qiling, suvni tortib ketgani hisobiga qayta reabsorpsiya bo'ladigan suv, hurmatli vrachlar, kamaydi. Endi qon hajmi oshmaydi. Qon hajmi oshmagandan keyin mana bu to'qima organlarga boradigan qon ham, hurmatli vrachlar, har doimgidek ko'p emas. Ya'ni bu degani perfuziya kamaydi, organlarga, hurmatli vrachlar, qon kelishi kamayadi. Buni natijasida sekin-sekin ishemiya yuzaga keladi. Gipovolemiya bo'lib ketaversa, hurmatli vrachlar, kuchli gipovolemiyada, qandli diabetda shok ham yuzaga kelishi mumkin. Gipovolemik shok. Hop, bu yerda mana to'qimalarda perfuziyasi kamayishini aytgan.
Hurmatli vrachlar, davom etamiz. Mavzuga hali endi kiryapmiz. Xudo xolasa, chunki qandli diabetdagi umumiy belgilarda bu. Mana bu yerda shunaqangi mazza qilamiz, hurmatli vrachlar, bir-biriga bog'langan. Undan keyin xudo xolasa, mana qisqa ma'lumotlar bilan, diagrammalar bilan darsni tugatib qo'yamiz. Xo'p. Hurmatli vrachlar, lipoliz kuchayapti. Mana lipoliz, yog' parchalanishi ko'tarildi, hurmatli vrachlar. Yog' parchalanganda bitta narsani eslab qo'ying, unchalik murakkab jarayon emas. Yog'ni zaxirasi, hurmatli vrachlar, mana bu yerda yog' to'qimasi, ya'ni adipotsit. Yog'ni zaxirasi bu triglitserid. O'sha triglitserid parchalansa, bizda lipoliz amalga oshadi. Hurmatli vrachlar, lipoliz o'zi triglitseridni parchalab, ikkita birikma hosil qilib beradi. Triglitserid degani glitserol molekulasida mana 3 ta uglerod bor-ku. O'shanga 3 ta yog' kislotasi birikkan. Natijada tri degani 3 degani, hurmatli vrachlar. Demak, triglitseridlar 3 ta yog' kislotani biriktirgan, mana glitserol molekulasi. Lipolizda qanday bo'ladi deganda, mana 3 ta yog' kislotasi, hurmatli vrachlar, alohida. Bizda mana bu glitserol mana alohida. Ko'rdik-a? Oson. Lipoliz mana shunaqa. Yog' kislota alohida, hurmatli vrachlar, glitserol alohida. Yog' kislota borib ketonni hosil qiladi, keton tanalarni. Glitserol, hurmatli vrachlar, glyukoneogenezga kirishib glyukozani hosil qiladi. Endi qandli diabetda qon tarkibidagi, hurmatli vrachlar, glyukoza adipotitga o'tmadi. Natijada adipotitda energiya yo'q. O'shaning uchun, hurmatli vrachlar, tarkibidagi triglitseridni parchaladi. Triglitserid parchalansa nima bo'lar ekan? Glitserol glyukozani hosil qiladi jigarda. Natijada, hurmatli vrachlar, qonga glyukoza ishlab chiqarilib, yana glyukoza ko'tarilyapti. Yog' kislotalar kelib, hurmatli vrachlar, ketonni hosil qiladi. O'shaning uchun qandli diabetga qo'shimcha diabetik ketoatsidoz degani, mana bu ketonlar miqdori ko'tarilib, atsidoz, ya'ni kislotalik muhitni berib qo'yadi. Hurmatli vrachlar, tushunarli bo'ldi. Shu 5 qatordan kimga qanaqa tushunarsiz joyi bo'lsa beramiz. Assalomu alaykum. Bu hozir hammasi Alaykum. qandli diabeti birinchi tipiga bo'lyapti. Siz gaplaringiz hammasi. Ikkinchi tipiga ham opa, bu umumiy. Ha, umumiy, bo'lsin. Bo'ldi. Keyin bitta savol. Uzr, qandli o'sha mana shu bemorlarga natriy elektronlari yetishmayapti, o'tolmayapti dedingiz-ku? Natriy. Tushunmadim. Natriy haqida gapirilmadi-yu. Natriy opa boyagida aytdik. Suvni tortilish jarayonida. Ha. Hozir misol uchun glyukoza o'zi bilan peshobda olib chiqib ketganda natriylar ham ergashadi. Buni misol qilib, bitta misol idishda ikkita to'pcha turibdi. Suvni quyganingizda suv qancha ko'p chiqsa, bu to'pchalarni ham olib chiqib ketadi-yu. Bular o'zi reabsorpsiya bo'lishi kerak. Glyukoza shu suvni tortuvchi bo'lyapti-da bu yerda. Natriy haqida pastda gaplashamiz hali. Ha, bo'ldi, rahmat. Xo'p, hurmatli vrachlar, qandli diabetni mana birinchi tipini gaplashamiz bugun, xudo xolasa. Ikkinchi tipini keyingi darsga olib qo'yamiz. Keyingi darsda qandli diabetni ikkinchi tipi va uglevodlardagi ferment defitsitlari ko'riladi. Hurmatli vrachlar, qandli diabetni birinchi tipi yoshlarda ko'proq uchraydi. Nimasi? Etiologiyasi, sababi genetik. Hurmatli vrachlar, mana bolalarda eng pik nuqtasi, ya'ni qaysi yoshda biz ko'proq uni uchratamiz deganda 4-7 yosh va 10-14 yoshli bolalar orasida, hurmatli vrachlar, agar haqiqatda genetik moyilligi bo'lsa, qandli diabetni sekin-sekin belgilari yuzaga chiqib boshlaydi. Patofiziologiyasi, demak, avtoimmun, hurmatli vrachlar, qisqa qilib aytganda, mana oshqozon osti beziga avtoimmun antitanalar kelib, destruksion xarakteristika ko'rsatadi. Ya'ni shu yerda beta hujayralar bor, unga qarshi avtoimmun antitanalar va, hurmatli vrachlar, beta hujayra immun
destruksiyaga, ya'ni o'limga uchraydi. Natijada hurmatli vrachlar, bu nima qilish kerak? Insulin ishlab chiqarish kerak. Destruksiyaga uchragandan keyin insulin ishlab chiqarilishi mana past. Xo'p, hurmatli vrachlar, demak, diabetik ketoatsidoz, retinopatiya, katarakta, neyropatiya, undan tashqari hurmatli vrachlar, nefropatiya bo'ladi. Buni hozir bitta mexanizmda yopamiz. Undan tashqari polidipsiya, poliuriyani tushundik. Ko'p chanqaydi, ko'p siyadi. Hurmatli vrachlar, vazn tashlaydi. Vazn tashlashiga sabab nima? Lipoliz kuchli. Ana endi retinopatiya, katarakta, nefropatiya, undan tashqari hurmatli vrachlar, koronar arteriya yetishmovchiligi. Ya'ni yurak qon tomirida shunaqa bir patologiya bo'ladiki, qon borishi kamayadi. Xudo xolasa hozir gaplashamiz. Infeksiyaga moyillik. Xo'p, belgilarini gaplashaylik hurmatli vrachlar. Demak, qarangizlar. Qon tomirida glyukoza, misol uchun normal holatda hurmatli vrachlar, protein bilan biriksa, glikoproteinlarni hosil qiladi. Glikoproteinlar ham organizm uchun kerak. Lekin hurmatli vrachlar, bu yerda enzimatik, ya'ni fermentativ birikish bo'lishi kerak. Organizm ras glikoproteinga ehtiyoji bor. Qondagi glyukoza bilan protein misol birikib glikoprotein hosil qiladi. Haqiqatda organizm muhtoj. Hurmatli vrachlar, o'shanda enzimlar faollanib, bizda glyukoza bilan protein birikib glikoproteinlarni hosil qiladi. Lekin qandli diabetda glyukoza shunchalik ko'pki, hurmatli vrachlar, o'z voshimchalik bilan aminokislota, oqsillar bilan birikib tashlaydi. Misol uchun, gemoglobin tarkibidagi globin oqsil zanjiri bilan birikib, hurmatli vrachlar, glikerlangan gemoglobinni hosil qiladi. Yoki bo'lmasa, hurmatli vrachlar, ba'zi bir oqsillar bilan birikib, qon tomirlarga shikastlovchi ta'sir ko'rsatadi. Endoteliy shikastlanishi bu aterosklerozga muhit degani. Aterosklerozning birinchi sharti endoteliy shikastlanish kerak. O'sha yerga keyin xolesterin to'planib, aterosklerotik bilyashka shakllanadi. Hurmatli vrachlar, koronar arteriya disease, ya'ni yetishmovchilik, kasallik degani, mana bu yurak, mana shu yurak hurmatli vrachlar, qon bilan ta'minlaydigan qon tomir, bu koronar qon tomirlar deyiladi. Mana shu glyukozani oqsillar bilan birikib, hurmatli vrachlar, qon tomir devorlarini zararlaydi. Undan keyin shu yerdan hurmatli vrachlar, aterosklerotik bilyashkalar paydo bo'ladi. Natijada hurmatli vrachlar, yurakni o'zini qon bilan ta'minlaydigan qon tomirda bunday qo'pol qilib aytganda hurmatli vrachlar, to'siq paydo bo'ldi. Yurakni qon bilan ta'minlanishi past, sekin-sekin hurmatli vrachlar, yurak hujayralari o'lib boshlaydi. Qandli diabetni o'limiga eng ko'p sabab, ya'ni most common deydi hurmatli vrachlar, eng ko'p sabab aynan koronar arteriya disease, ya'ni koronar arteriyal yetishmovchilik. Bu yerda devorni, demak, shikastlanishi, aterosklerotik bilyashkalar shakllanishi va hurmatli vrachlar, shu yerda ishemiya shakllantirib qo'yadi. Qon kelishi kam, kislorod kam hurmatli vrachlar, ATF kam. Natijada yurak hujayralari sekin-sekin shikastlanadi. Bu yerda tushunarli bo'ldi. Mana bu xo'p, SAD degan, ya'ni koronar arteriya disease degan holat tushunarli bo'ldi hammaga. Hurmatli vrachlar, endi sizlarga bir savol. Poliol yo'li nima edi? Poliol yo'li. Esimizda bor-a? Polio. Eslaymiz hurmatli vrachlar. Hozir 5 ta simptomni bittada tushunish uchun kerak. Poliol yo'li nima edi? Fruktozada gaplashgandik-a? Hurmatli vrachlar, eslaringizdan chiqarmaysizlar. Mana shuni Xudo xolasa bilsalaringiz, qandli diabetda retinopatiya, nefropatiya, neyropatiya, shularni, katarakta, ko'zi nimaga xiralashadi? Hurmatli vrachlar, mexanizmi mana shu bitta yo'lda degandan keyin Xudo xolasa jiddiy qarashimiz kerak. Glyukoza fruktozaga aylanishi bu poliol yo'li. Bo'ldi. Aldozol. Faqat hurmatli vrachlar, glyukozadan sorbitol hosil bo'ladi, sorbitoldan fruktoza hosil bo'ladi.
oraliq mahsulot sifatida mana sorbitol ko'rilyapti. Mana bitta undov qo'yib qo'yamiz. Demak, hurmatli vrachlar, poliol yo'li degani glyukozadan fruktoza hosil bo'ladi. O'zingiz uchun sorbitol yo'li deb eslasangiz ham mayli. Hurmatli vrachlar, glyukozadan sorbitol, sorbitoldan fruktoza. Bu yerda fermentlar asosiy rolga chiqadi. Glyukozadan sorbitol hosil bo'lishda aldaza, reduktaza, sorbitoldan fruktoza hosil bo'lishda, hurmatli vrachlar, sorbitol dehidrogenaza fermenti. Xo'p, qarang. Hurmatli vrachlar, glyukozadan fruktoza hosil bo'ladi. Fruktoza metabolizmga uchrab ketadi. Faqat bitta notarafi bor. Sanaymiz. Hurmatli vrachlar, ko'zni gavharida qarang. Ko'z gavhari, mana gavhar. Undan keyin hurmatli vrachlar, retinada, nervda shvan hujayralarida va hurmatli vrachlar, buyrakda. Mana shu 4 ta nuqtada takrorlaymiz. Gavharda, retinada, shvan hujayra va buyrakda, hurmatli vrachlar, sorbitol dehidrogenaza degan ferment bo'lmaydi. Mana X chizdim. Endi qarang. Qandli diabetda, hurmatli vrachlar, qonda glyukoza shunchalar ko'pki, giperglikemiya. Bu, hurmatli vrachlar, hamma hujayraga o'tadi. Faqatgina adipatsit bilan skelet muskullardan tashqari. Nima uchun? Bularga o'tish uchun insulinning effekti kerak. Chunki bularda glutor borda, bir-biriga bog'lanyapti. Hurmatli vrachlar, qon glyukozani kamaytirish uchun glyukozani hamma lakalga, qabul qilinish kerak bo'lgan hamma lakalga tarqatadi. Ulardan, hurmatli vrachlar, gavhar ham oladi, retina, shvan hujayra va buyraklar ham glyukozani o'ziga tortadi. Natijada bular o'ziga tortsa nima bo'lyapti, hurmatli vrachlar? Misol aytishingiz mumkin, glikolizga kirishib ketmaydimi deb. Lekin, hurmatli vrachlar, glyukozani qabul qilish kerak bo'lgan hujayralarda energiya yetarli. O'shaning uchun bularga kirgan glyukoza, hurmatli vrachlar, ana endi aldoza, reduktaza ta'sirida sorbitolni hosil qildi. Sorbitol fruktozaga aylanadimi? Gavharda, retinada, shvanda va buyrakda. Aylanmaydi. Nima bo'ladi, opa? Sorbitol agar fermenti bo'lmasa aylanmaydi. Fruktozaga Yashang. aylanadi. Aha. U ferment bo'lmagan hujayralar mana gavhar, retina, shvan hujayra va buyrak. Tushunyapmiz? Shu 4 ta. Animatsiyada yo'q-da, hurmatli vrachlar. Shuning uchun qayta-qayta aytayapman. Mana bu 4 ta hujayrada sorbitol dehidrogenaza yo'q. Poliol yo'li degani glyukoza bu fruktozaga aylanadi. Misol uchun qondagi glyukoza, hurmatli vrachlar, masalan gepatotitga o'tdi. Agar u sorbitolga o'tsa, darrov fruktozaga aylanib, hurmatli vrachlar, fruktoza parchalanib energiya hosil qilishga kirishib ketadi. Yoki o'zining metabolizmini boshqa yo'llar. Lekin, hurmatli vrachlar, gavhar, retina, shvan hujayra va buyrak glyukozadan sorbitol hosil qilsa, fruktozaga aylana olmaydi. Chunki unda mana bu ferment yo'q. Xo'p, aylana olmagandan keyin sorbitol to'planadi, hurmatli vrachlar. Sorbitol sekin osmotik aktiv bo'lganligi uchun bu lakallarga suvni tortadi. Hurmatli vrachlar, umid qilaman, Xudo xolasa buni tushundingiz. Suvni tortayapti sorbitol. Natijada, hurmatli vrachlar, shvan hujayra, buyrak, gavhar, retinada shishish hosil bo'ladi. Chunki bunda sorbitol to'planyapti. Sorbitol keyingi yo'lga o'ta olmadi. O'ziga suvni tortib, hurmatli vrachlar, gavhar shishadi. U yerdagi oqsil strukturalar buziladi hujayra ichida. Natijada, hurmatli vrachlar, qandli diabetda retinopatiya. Nima uchun? Siz bilasiz. Sorbitol to'planib, suv tortdi-yu, retina hujayralarining funksiyasini buzdi. Shvan hujayralarida, hurmatli vrachlar, har xil, hurmatli vrachlar, nevral buzilish bor. Nevral buzilishga sabab deyilganda shvan hujayra o'ziga sorbitolni tortib, suvni tortyapti-yu, hurmatli vrachlar, shishyapti. Undan tashqari buyrak. Buyrak, hurmatli vrachlar, nefropatiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni buyrak funksiyasi sekin-sekin ishdan chiqib boshlaydi. Bunga sabab nima deyilganda,
Birinchidan filtratsiya kuchli, glyukoza suvni tortib ketyapti, poliuriya bo'lyapti. Ikkinchidan, hurmatli vrachlar, sorbitol yig'ilib o'ziga tortyapti. Buyrakni korteksida, medullasida suvni o'ziga tortyapti. Shivan hujayrasi neyropatiyaga, buyrakda nefropatiya, retinada retinopatiya, gavhar esa, hurmatli vrachlar, ko'rishda xiralashishiga sabab bo'ladi. Tushundik-a? Menimcha xudo xolasa tushundik. Tushunarli. Aha, davom etamiz. Hurmatli vrachlar. Demak, bu yerda gaplashdik. Retinopatiya, katarakta, neyropatiya va hurmatli vrachlar, koronar arteriya yetishmovchilik. Xo'p, diagnozlarni keyin gaplashamiz, xudo xolasa. Bu yerda grafika keltirilyapti. Xo'p, o'zi tushunyapsizmi? Grafik Yo'q. Qolgan ma'lumotlar, gaplashilgan ha, ma'lumotlarga tushundik-a? ha. Bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Hurmatli vrachlar, mana bu grafika, xudo xolasa, yuqorida gaplashilgan ma'lumotlarni bitta takrorlaydi va qandli diabet bo'yicha уже xudo xolasa sizda savol qoldirmaydi. Insulin defitsiti, ya'ni insulin ishlab chiqarilmasligi bu birinchi tip qandli diabet. Sezuvchanligini pasayishi bu ikkinchi tip qandli diabet. Hurmatli vrachlar, insulin past, qonda glyukoza baland. Endi insulin pastligi hisobiga adipatsit bilan skelet muskul hujayralariga, hurmatli vrachlar, glyukoza o'zlashtirilishi amalga oshmayapti. Buni bildik-a? Glyutorlar insulinga bog'liq ishlaydi. Glyutor yo'qmi endi? Chunki insulinda effekti yo'q. Adipatsit bilan skelet muskuliga glyukoza kirmaydi. Natijada, hurmatli vrachlar, muskulda proteoliz, ya'ni oqsil eriyapti. Oqsil erishi hisobiga, hurmatli vrachlar, muskulda massasi kamayadi. Bu vaznga ham ta'sir ko'rsatadi, ya'ni vazn pasayadi bizda. Proteoliz hisobiga oqsil erisa, hurmatli vrachlar, tarkibidagi aminokislotalarni qonga chiqaryapti. Mana aminokislota. Boya boshida aytdik-a, aminokislota glyukoneogenezga kirishib, glyukozani hosil qiladi. Va hurmatli vrachlar, giperglikemiyaga proteoliz ham sabab bo'lib qolyapti. Endi hurmatli vrachlar, glyukoza o'zlashtirilishi uptake, qabul qilinishi past. Qayerda? Adipatsit bilan ko'ndalang targ'il mushaklarda, skelet mushaklar. Glyukoza qabul qilinishi past. Va hurmatli vrachlar, glyukoza qabul qilmagandan keyin bular, endi hurmatli vrachlar, muskullar proteolizda amalga oshirdi. Adipatsit, hurmatli vrachlar, lipolizda amalga oshirdi. Va bu ham, hurmatli vrachlar, misol aminokislotalar boya aytganimizdek glyukoneogenez, bu ham mana giperglikemiyaga sabab bo'lyapti. Glikogen parchalanishi oshadi. Yog' bilan muskulga уже glyukoza kelmayaptimi? Shtoba aytarik, hurmatli vrachlar, nima kam? Qonda glyukoza kam, energiya beruvchi manba kam. Sababi adipatsit bilan muskulga kirmadi. O'shaning uchun, hurmatli vrachlar, jigarda glikogen parchalanishi oshib, bizda giperglikemiyaga o'zini hissasini qo'shyapti. Glyukoneogenez kuchaygan, bu ham giperglikemiyaga hissasini qo'shib, glyukozani ko'taryapti. Lipoliz. Xo'p, kim aytadi? Lipoliz bo'lsa, demak trigliserid nimaga parchalanar ekan? Xo'p, uyg'onamiz, hurmatli vrachlar. Lipoliz bo'lganda nima dedingiz? Yog' bilan glikserol. Yashang. Yog' bilan Trigliserid parchalanganda, ya'ni lipoliz natijasida glitserol bilan erkin yog' kislota. Hurmatli vrachlar, bir kuni limfoma bilan leykemiyani o'tdik-da. Limfoma bilan leykemiya, ya'ni qon hujayralaridan o'suvchi o'smani o'tdik. Bor yo'g'i 74 ta list bo'ldi, slayd. 8:30 da boshladik, 11:47 da ham dars o'tyapman, hurmatli vrachlar. Qarasam bitta o'zim qolganman-da. Keyin gaplashib tugatib qo'ydim. Chunki uni yozib olamiz, baribir qayta ko'rishadi deb
Ora-orada hurmatli vrachlar deb aytib turdim-u, tugatib qo'ydim. O'shancha uxlab qolmaylik. Ma'lumot ko'p bo'lsa ham, Xudo xolasa harakat qilaylik. Lipoliz bo'layapti. Yog' bilan glitserolga parchalangan. Glitserol jigarda glyukoneogenezni amalga oshirib, ya'ni glyukoza hosil bo'lishga qatnashadi. Lipolizda erkin yog' kislotasi, hurmatli vrachlar, erkin yog' kislotasi keton hosil qiladi. Keton degani kislota beruvchi molekulalar. Masalan, atsetoatsetat, atseton bo'ladi, beta gidroksibutyrat. Mana shunaqa 3 ta turi bor, hurmatli vrachlar. Bu kimdan hosil bo'ladi? Erkin yog' kislota beta oksidlanishidan hosil bo'ladi keton. Endi qarang, mexanizmni aytaman, diabetik ketoatsidoz kelib chiqishini. 0 dan olib kelamiz. 5 yoshli bola, hurmatli vrachlar, irsiy moyillik tufayli qandli diabetga uchrab qolgan. Keldi, tekshiryapmiz, haqiqatda glyukoza baland. Undan tashqari, hurmatli vrachlar, bola ozib ketgan. Bola ozib ketgan, ko'p peshob qiladi, ko'p chanqaydi, ko'p och qoladi. Undan tashqari, siydigini tekshirganimizda, hurmatli vrachlar, ketonlar musbat chiqdi, ketonuriya. Qonda giperketonemiya, ya'ni ketonlar miqdori qonda ham yuqori. Sababini qidiryapmiz. Sababini qidirganimizda, hurmatli vrachlar, bu yerga chizamiz. Biz biokimyo o'tganmiz. Biokimyoda yog' to'qimasi bo'lardi. Adipotsit tissue deyiladi, ya'ni yog' to'qimasi, hurmatli vrachlar. Yog' to'qimasida triglitseridlar zaxiralanadi. Va hurmatli vrachlar, yog' to'qimasi ham glyukozadan energiya manbasi sifatida foydalanadi. Faqat sharti nima? Shart, hurmatli vrachlar, mana bu qon tomir deb olsak, o'sha qon tomiri orqali keladigan glyukoza yog' to'qimasiga kirib, ATF energiyasini hosil qilish uchun, hurmatli vrachlar, nima qilish kerak? Oshqozon osti bezi, ya'ni pankreasdan insulin ishlab chiqarilishi kerak. Qarang. Insulin kelib, yog' to'qimasidagi tirazin kinaza tipdagi retseptoriga ligand bo'lib bog'lanishi kerak. Natijada, hurmatli vrachlar, ichkarida qanaqa glut bor? Glut-tor bor. Mana shu glut-tor, hurmatli vrachlar, aktivlanadi-yu, tirazin kinaza natijasida aktivlanib, mana bu qon bilan membrana o'rtasiga transport qilinadi. Ana endi glyukoza bemalol yog' to'qimasiga o'ta oladi. Endi qandli diabetning birinchi tipida oshqozon osti bezi destruksiyaga uchragan, insulin yo'q, hurmatli vrachlar. Insulinda ta'siri ham yo'q. Mana bu glut-tor periferiyaga ekspressiya bo'lmayapti. Natijada qondagi glyukoza adipotitga o'ta olmadi. Hurmatli vrachlar, yog' to'qimasi ham yashash kerakmi? O'zidagi triglitseridni parchalaydi. Bu lipoliz. Lipoliz bo'lganda nima bo'lar ekan? Glitserol bilan erkin yog' kislota. Yog' kislota bilan glitserol hosil bo'ladi. Glitserol qon orqali qayerga boradi? Jigarga boradi. Jigarda glyukoneogenezga kirishib, glyukozani hosil qiladi, hurmatli vrachlar. Qonda yana glyukoza ko'tarildi. Erkin yog' kislotasi, erkin yog' kislotasi jigarga keladi. Beta oksidlanish tufayli, hurmatli vrachlar, asetil kova hosil bo'ladi. Mana shu asetil kovadan keton tanachalar sintezlanadi. Maqsad nima? Lipoliz kuchayib ketgan. Triglitserid parchalanyapti, keton hosil bo'lishi ko'p bo'ldi. Mana qandli diabetda diabetik ketoatsidoz bo'lishiga sababni, xudo xolasa, 0 dan olib kelib qo'ydik. Lipoliz bo'lgan, o'sha keton hosil bo'lgan, hurmatli vrachlar. Keton mana bunaqa. Keton kislotalik muhitda beradi. Ya'ni o'zida vodorod ionlarini tutadi, hurmatli vrachlar. Natijada pH ko'rsatkich kamayib, kislotalik ortadi. Bosh miyada 4-qorincha bor. Hozir bo'g'ilib qoldi. Hurmatli vrachlar, bosh miyada 4-qorincha bor. O'sha 4-qorinchani tubida trigger zona bor. Bu qusish markazi. O'sha qusish markazini aktivlovchi bir nechta faktorlar bor. Masalan, hurmatli vrachlar, bittasi kislotalik.
Tushunarli bo'ldi. Ketogenez oshib ketdi. Keton ko'p hosil bo'ldi. Keton bu kislotalikni beradi. Kislotalik, hurmatli vrachlar, qusish markazini aktivlab qayd qilish amalga oshyapti. Hurmatli vrachlar, masalan, oshqozon ichak traktida muammo bo'lganda aytaylik, oshqozonda xlorid kislota sekretsiyasi oshib ketdi. Xlorid kislota ham, hurmatli vrachlar, kislotalik muhit bo'lgani uchun borib qusish markazini aktivlaydi. Natijada, hurmatli vrachlar, gastroezofageal reflyuks amalga oshib, odam qayd qiladi. Qayd qilishdan maqsad shu kislotalikni kamaytirish, chiqarib yuborib. Bu yerda ham, hurmatli vrachlar, keton kislotalik bo'lgani uchun borib qusish markazini aktivlayapti. Hurmatli vrachlar, qayd qilgandan keyin ko'p suv yo'qotish, u bilan birgalikda natriy, kaliy kabi muhim ionlar ham chiqib ketdi. Poliuriyaga sababni aytdik. Giperglikemiya, ko'p glyukoza filtrlanadi, filtratsiyadan o'tadi va siydik bilan chiqib ketganda o'ziga suvni ko'p olib chiqib ketadi. Osmotik diurez. O'shanda, hurmatli vrachlar, siydik tarkibida ham ko'p suv yo'qotildi, natriy, kaliy ham chiqib ketdi. Bu nimaga olib kelib qo'yadi? Bu bizda degidratatsiya, ya'ni organizmda suvsizlanishiga va gipovolemiya, ya'ni qon hajmini kamayishiga olib kelib qo'yadi. Va hurmatli vrachlar, qon hajmi kam, sirkulyatsiyadagi qonni miqdori ham kam, to'qmani perfuziyasi buziladi. Bu mana komaga, o'limga olib kelib qo'yadigan sabablardan biri. Endi, hurmatli vrachlar, keton oshib ketganda organizmda anion-gap metabolik atsidoz kelib chiqadi. Ya'ni nafas tarkibida aseton ko'tarilib ketgan, u nafasga meva hidi beradi. Qandli diabetik ketoatsidoz bo'lsa, o'zi hid kelib turadi, meva hidi nafas tarkibida. Hurmatli vrachlar, buni bildik. Keton o'sha effektni beryapti. Endi Kussmaul nafas degani tez-tez, chuqur-chuqur nafas oladi. Bundan maqsad ketonni chiqarib yuborish kerak. Hurmatli vrachlar, giperglikemiya bizda plazmani osmoliyligini oshirib, chanqoq markazini stimullayapti. Bu bizda polidipsiyaga sabab bo'ldi. Hurmatli vrachlar, grafikani tushuntirdim. Tushunarli bo'ldi. Hammasi tugadi, xudo xolasa. Endi bu yog'iga diagnostika, shular haqida gaplashamiz. Xo'p. Bolacha nima bo'ldi? U masalamidi yo prosta og'zaki aytdingizmi? 5 yoshli bola keldi. Ha, uni ketonni tushuntirish uchun aytdim, opa. Ha, aytdingiz. Men o'yladim masala yechyapsiz oxiri nima ekan deb. Yo'q. Ha, ketonni tushuntirish uchun aytdim. Nafasda keton hidi bor, misol uchun keton musbat bo'lgan. Hurmatli vrachlar, diabetni aytdik. Bolalik davrlarida 4-6 yosh, 10-14 yosh atrofida ko'p uchraydi. Poliuriya, polidipsiya, siydik bilan glyukoza chiqishi, glyukozuriya va diabetik ketoatsidoz. Bularni bildik, hurmatli vrachlar, avtoimmun kasallik. Undan tashqari mana bu yerda qandli diabetni 1 va 2 tipini farqi berilgan. Buni keyingi darsda ham ko'ramiz. Mana yosh bog'liqligi, insulinga qanday. Xudo xolasa hozir ko'p narsani gaplashdik. Keyingi darsda diabetni 2 tipi kamroq ma'lumot. O'shanda, hurmatli vrachlar, gaplashib qo'yamiz. Mana bu grafika sizlar uchun. Hurmatli vrachlar, kompyutergami yoki chiqarib olibmi? Shunday oldingizga qo'ying-ku, qarab turib, fikrlab, hurmatli vrachlar, tahlil qiling. Absolut insulin defitsiti bo'lyapti, ya'ni 1-tip. Nima uchun proteoliz, nima uchun lipoliz? Mana bu bilan bir xil. Faqat, hurmatli vrachlar, bu o'zingiz uchun. Mana markazda giperglikemiya, mana polidipsiya, poliuriya. Xudo xolasa, men umid qilaman, hurmatli vrachlar, bu sizlarga omonat. Buni albatta tahlil qilasiz. Keyingisi, qandli diabetda, hurmatli vrachlar, ko'zda, ko'rishda muammo, buyrak yetishmovchiligi, vaskulyar yetishmovchiliklar. Buni bildik. Simptomlari poliuriya bo'ladi, polidipsiya bo'ladi va ba'zan, hurmatli vrachlar, simptomlar yashirin bo'lib, to'satdan yuzaga kelishi mumkin. Xo'p, stres payti, hurmatli vrachlar, qaysi gormon oshardi? Bor edi-ku u darsda. Narigi guruh bilan tahlil qilgan. Kortizol ko'tariladi, yashang. Hurmatli vrachlar, masalan, infeksiya ta'sirida o'zi og'riq bo'ladi, isitma, asabiylashib yotibdi.
travma payti yoki post operatsioniy holatlarda operatsiyadan chiqqan shu og'riqlar ta'sirida hurmatli vrachlar stressga tushib qolgan. O'sha payt hurmatli vrachlar buyrak usti bezidan kortizol ishlab chiqariladi. Kortizol, adrenalinlar ishlab chiqarilishi aktivlanadi. Hurmatli vrachlar, buni maqsadi nima? Bemor kelyapti, giperglikemik fonda simptomlar bor. Ko'p chanqaydi, ko'p siyadi. Hurmatli vrachlar, o'sha payt shoshib qo'ymang deyapti bu prezentatsiya. Ya'ni u o'sha stressga tushgan payt kortizol ishlab chiqarilib, balki bunda glyukoza miqdorini qonda ko'targan. Kutish kerak, stressdan chiqib ketganda balki glyukoza kamayar, ya'ni kortizol kamayishi bilan. O'shaning uchun hurmatli vrachlar, qandli diabetga birdaniga diagnoz qo'yish uchun hali erta demoqchi. Lekin stressda surunkali bo'lishi, masalan, bir kunda bir marta yoki 2 marta asabiylashish hurmatli vrachlar, sekin-sekin bora-bora qandli diabetga uchraydi. Qo'rquvda masalan, stressda, ko'p asabiylashishda, o'ylashda. O'shaning uchun bunday holatlardan xudo xolasa iloji boricha, albatta vrachlar uzoq, chunki biladi. Boshqalarga ham tavsiya berish kerak. Hurmatli vrachlar, qandli diabetga diagnoz yaxshilab e'tibor qilamiz. Simptomlar. Birinchi simptomatik qaraymiz. Poliuriya bo'lyaptimi, chanqash. Bundan tashqari hurmatli vrachlar, diabetik ketoatsitoz belgilari. Undan keyin hurmatli vrachlar, bu belgilar glyukozani 200 mg taqsim detsilitr. Hurmatli vrachlar, biz ko'p kes ko'ramiz, o'sha laboratoriya tahlillar hammasida milligram taqsim desillitrda beradi, lekin bizda millimol taqsim litrda. Milligram taqsim desillitrni millimol taqsim litrga o'tkazish uchun aynan glyukozada 18 ga bo'lamiz hurmatli vrachlar. Misol uchun hozir 200 mg taqsim detsilitrdan yuqori glyukoza bizda simptomlar berib boshlaydi deganda hozir ko'ramiz. Shu 11 dan yuqorisi hurmatli vrachlar. Agar hozir milligram taqsim detsilitrda deb ketaveramiz, millimolda kerak bo'lsa o'shani kalkulyatorga qo'yib prezentatsiya bor, o'tkazib olamiz. Hurmatli vrachlar, ochlikdagi glyukoza. Misol uchun 8 soatdan buyon ovqatlanmayapti. O'sha paytdagi glyukozani o'lchadik hurmatli vrachlar. O'lchaganimizda agar 100 mg taqsim desillitrdan past chiqsa, o'zi glyukozani normasi 70 dan 110 mg taqsim desillitr bo'ladi. Misol 8 soatdan buyon ovqatlanmagan, glyukozani tekshirdik. 100 dan past chiqdi hurmatli vrachlar. Bu demak bizda nima ekan? Normal holat. Agar 100-125 atrofi bo'lsa, bu prediabet holati, ya'ni diabet oldi holati. Agar kundalik turmushi noto'g'ri ovqatlanishmi shunaqa davom etsa, diabetga o'tib ketishi mumkin. Diabetda hurmatli vrachlar 126 mg taqsim detsilitr va undan yuqorisi ko'rsatilyapti. Glikerlangan gemoglobin. Xo'p. Hurmatli vrachlar, boya aytganimizdek, glyukoza miqdori ko'tarilib ketgan. U oqsillar bilan ham bog'lanadi. Misol uchun gemoglobin oqsilidagi bu yerda ko'rsatilgan mana gemoglobinda normal strukturasi. Bu misol uchun alfa zanjir, qizil ko'rsatilgan beta zanjir. Shularga glyukoza bog'lanadi. Natijada glikerlangan gemoglobin hosil bo'ladi. Buni hurmatli vrachlar, normal miqdori 5.4 dan past bo'lishi kerak. Hurmatli vrachlar, 5.4, 6.5 bu prediabet holati, 6.5 dan yuqorisi ana endi diabet holat deyilyapti. Test tolerant glyukoza holati bor hurmatli vrachlar. Glyukozaga tolerantlik testi keladi. Misol uchun 75 gramlik shakar choymi og'iz orqali oral beramiz glyukozani va hurmatli vrachlar 2 soatdan keyin plazmadagi glyukoza o'lchanganda biz nimani bilishimiz kerak? Glyukozani organizmdagi reaksiyasini, ya'ni insulin ishlab chiqarilib uni hujayraga o'tkazib yubordimi? Agar 2 soatdan keyin ham 200 mg taqsim desilitrdan yuqori bo'lsa, bu ham hurmatli vrachlar diabetni tasdiqlayapti. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Mana gemoglobinni glikerlangan formasi bu oxirgi 3 oydagi glyukozaning nimasini beryapti hurmatli vrachlar? Titrini beryapti.
Hop, tepada 504 deb yubordimmi? 507 dan 604 gacha prediabet, 507 dan past hurmatli vrachlar normada, 6,5 dan yuqorisi mana diabet. Hop, test tolerant glyukozani bildik. Demak, glyukoza beramiz 75 gram. Hurmatli vrachlar, 1-3 soat, o'rtacha 2 soatdan keyin tekshirganimizda bizda glyukozani konsentratsiyasini ko'rsatadi. Gestatsional diabet homiladorlikdagi diabetni tasdiqlash uchun eng yaxshi testlardan biri, hurmatli vrachlar. Chunki misol uchun homiladorlarda tabiiy ravishda insulinni sekretsiyasi kamayadi. Insulinni reaksiyalari, javob berishi kamayadi. Nima uchun deyilganda, hurmatli vrachlar, insulin ko'p ishlab chiqarilib, glyukozani onaga berib yubormasin degan maqsadda. Ya'ni glyukoza homilaga ham o'tib tursin degan maqsadda insulinni ishlab chiqarilishi fiziologik kamayadi. Hurmatli vrachlar, agar siz deyapti, misol glikellangan gemoglobinni o'lchasangiz yoki hurmatli vrachlar, insulinlar bu to'g'ridan to'g'ri 100% spesifik bermasligi mumkin. Lekin test tolerant glyukoza shu homiladorlikda yaxshi natija beradigan testlardan biri. Hurmatli vrachlar, buni ko'ramizmi yo o'zlaringiz bir tahlil qilib olasizlarmi? Screening. Ko'ramiz, Tushunmaymiz-ku o'zimiz. Aha, bo'ldi. Yo, maqsad uxlab qolmagan bo'lsak bo'ldi. Yo'q, uxlamasdan Yo'q, Aha. 5 kishi Bo'ldi, sho'nta biza xudo. lekin. Aha. Ayam aytadilarda, ko'p gapiraman, xo'p deysanu, eshitmaysan baribir deb. O'shanga o'xshab shu holat bo'lib qolmasin deb. Qandli diabet, hurmatli vrachlar, screening. Qarang, bitta bemor kelgandan boshlaymiz, xudo xolisa. Giperglikemiyani simptomlari bormi yoki yo'qmi? Misol uchun, hurmatli vrachlar, polidipsiya, ko'p chanqash, polifagiya, och qolish, poliuriya, ko'p siyish. Mana shu 3 tani, hurmatli vrachlar, bemorning o'zi ham aytib qo'yadi. Shu simptomlar bormi yo'qmi? Ya'ni og'zaki so'rash. Agar, hurmatli vrachlar, bu simptomlar bor bo'lsa, demak, hurmatli vrachlar, plazmadagi glyukozani tekshir deyapti. Agar plazmadagi glyukoza tekshirilganda 200 mg taqsim detsilitrdan baland bo'lsa, demak qandli diabet. Mana ko'ryapsiz. Agar, hurmatli vrachlar, bemor yaqinda shirinlik yeb keluvdim, shokolad yuvdim, hozirgina yoki boshqa mahsulot yedim deganda, endi aytilyaptiki, misol uchun ochlikda kelishini ayt yoki bo'lmasa, hurmatli vrachlar, ochlikda kelgandan keyin o'zingiz test tolerant glyukozani o'tkaz deyapti. 2 soatdan keyin plazmadagi glyukozani tekshirganimizda, yaxshilab e'tibor qiling, hurmatli vrachlar. Agar qarang, test tolerant glyukoza yoki bo'lmasa, hurmatli vrachlar, ochlikdagi glyukoza miqdori. Ochlikdagi glyukozani miqdorini tekshirishimiz uchun sharti 8 soatdan buyon och bo'lish kerak. Test tolerant glyukozani tekshirishimizni sharti bu 75 gram shakardan keyin 2 soatdan keyin tekshiramiz. Demak, hurmatli vrachlar, yaxshilab e'tibor qiling. Agar biz ochlikdagi glyukozani tekshirsak, kelgan bemorda 100 mg taqsim detsilitrdan past chiqadigan bo'lsa, hurmatli vrachlar, healthy, ya'ni sog'lom, bemor sog'lom. Agar test tolerant glyukozadan keyin, hurmatli vrachlar, 140 mg taqsim detsilitrdan past chiqadigan bo'lsa, bu ham, hurmatli vrachlar, sog'lom. Chunki test tolerant glyukozada biz diabet deyishimiz uchun kamida 200 dan baland bo'lishi kerak. Xo'p, hurmatli vrachlar, prediabet holati. Agar bemor och keldi, glyukozani tekshiryapmiz, 100-125 oralig'i bo'lsa, hurmatli vrachlar, prediabet holati. Agar, hurmatli vrachlar, bu 100-125 bu norma bo'lishi ham mumkin-ku desangiz, bu 8 soatlik gap ketyapti, hurmatli vrachlar. 8 soatda o'sha qondagi glyukoza hujayraga tarqalib, glikogenga navbat kelgan bo'ladi. Agar test tolerant glyukozani o'tkazsak, 140-200 gacha oralig'i bo'lsa, hurmatli vrachlar, bu prediabet holati. Agar ochlikda keldi, 126 dan baland. Ya'ni bu 11 ga to'g'ri keldimi shu atrofida? Xo'p, hurmatli vrachlar, 11 ga emas, 126 mg taqsim detsilitr 7. Demak, hurmatli vrachlar, 7 dan baland chiqyapti glyukoza.
Endi test tolerant glyukozani o'tkazib ko'rgandik, 200 dan baland, ya'ni 11 dan baland chiqyapti. Bu hurmatli vrachlar, qandli diabetga tashxis qo'yish uchun glyukozani, demak, ko'rsatkichlari. Uchalasini ham tushundik. Keldi, simptomlarni so'radik. Ha, yes, tasdiqlayapti. Tasdiqlagandan keyin plazmadagi random degani, hurmatli vrachlar, tasodifiy glyukoza o'lchandi. Misol uchun, siz unda vaspaleniya, ya'ni yallig'lanishni ko'rmoqchisiz, leykotitlarni, limfotsitlarni ko'rmoqchisiz. Umumiy qon tahlili topshirganda glyukoza ham ko'rildi, hurmatli vrachlar. O'shanda 200 mg taqsim desiliterdan baland. Biz simptomlarni o'shanda bir diabet emasmikan deb so'raganimizda tasdiqlasa, mana hurmatli vrachlar, diabetga demak ko'rsatma bo'lyapti. Lekin shu simptomlar yo'q, hurmatli vrachlar. Endi aytamizki, bemorga qaraymiz, hurmatli vrachlar. Bemor misol uchun semizroq, +1 yoki undan ham ko'proq risk faktori bor. Ya'ni risk faktori degani, hurmatli vrachlar, giperglikemiyani beradigan xavf omili. Aytaylik, ko'zini so'raymiz, xiralashganmi? Yoki bo'lmasa, hurmatli vrachlar, yuqoridagi 3 ta simptomdan hech bo'lmaganda bittasi yoki undan ham ko'pi. Agar hurmatli vrachlar shunaqa belgi bo'lsa, ya'ni yes tasdiqlasa, yana boyagidek ochlikdagi glyukoza yoki test tolerant glyukozani o'tkazyapti. Agar hurmatli vrachlar o'shanda ham inkor javobini bersa, yoshi 35 dan balandmi? Agar haqiqatda 35 dan baland bo'lsa, hurmatli vrachlar, test o'tkazib yotma deyapti. Ya'ni qandli diabetni birinchi tipi, boya aytganimizdek, asosan yoshlarda, o'sha 35 dan yuqorimi, u belgilari bilinib qolgan bo'lishi kerak. Agar hurmatli vrachlar, mana gemoglobinni ham tekshiryapti, glikellangan gemoglobinni. Glikellangan gemoglobinni boya aytdik. 507 dan pasti sog'lom, 604 gacha prediabet holati, 6,5 dan yuqorisi qandli diabet. Buni ham hurmatli vrachlar, yana bir qator o'zimiz videoni tashlab beraman. Bir qator tahlil qilamiz. Qandli diabetni birinchi savol beravering, opa. Tolerantlik testini faqat shu bitta tekshiruvda уже qo'yiladimi? Misol uchun, endi poliklinikada eskanaqa bo'yicha 3 kun ketma-ket kelishi kerak, bemor 3 kun tekshirishi shart, keyin umumiy xulosa qilinadi. Bu hozir yangimi siz aytgan ma'lumotlar? Protokol bo'yicha yangi. Protokolga kirganmi, kirmaganmi bilmayman, opa. Biz O'zbekistondagi o'sha shifoxonalardagi amaliyot bizdagi uncha yuqori emas, aynan diabet bo'yicha ham. Shuning uchun protokolda bu bormi, yo'qmi bilmayman. Xudo xolasa ma'lumot bo'ladi, lekin bu 100% tasdiqlangan. Xo'p, e'tibor qilasizlar, qandli diabetni birinchi tipini davolash, insulin ishlab chiqarilishida problema bo'lgandan keyin davolash, hurmatli vrachlar, insulin bilan birgalikda bo'lyapti. Insulinda ham turlari bor, hurmatli vrachlar. Masalan, insulin bilan birgalikda dieta qilish, mashq qilish, hurmatli vrachlar, yoki glyukozani qondagi miqdorini o'lchab yurish, glyukometriya bo'yicha. Undan tashqari, hurmatli vrachlar, sog'lom ovqatlanish ham qandli diabetni davolashga qo'shimcha effekt bo'ladi. Misol uchun, glyukozani monitoring qilganda baland chiqayaptimi, o'zini tiyib turadi. Yoki hurmatli vrachlar, dietani hozirgi preventiv tibbiyoti bo'yicha dieta deb qo'rqitmasdan sog'lom ovqatlanish. Haqiqatda bu sog'lom ovqatlanish dieta. O'shani to'g'ri tushuntirish. Meni ancha zo'r narsalardan cheklayapti emas, balki haqiqatda o'zim uchun kerak degan xulosaga kelish. Ya'ni hurmatli vrachlar, qandli diabetga uchragan bemorni o'zini diabet bo'yicha bilimini oshiring deyapti. Ya'ni tushuntirib, baribir hurmatli vrachlar, oldingizda yarim soat, 1 soat bo'ladi, undan keyin o'zi bilan o'zi o'sha paytdagi kontrol eng muhimi. Insulinda turlari bor, hurmatli vrachlar, bu yerda ko'rsatilgan. Misol uchun rapid acting degani bu, hurmatli vrachlar, qisqa muddatli ta'sir ko'rsatadigan insulin. Lispro, Aspart, undan tashqari, hurmatli vrachlar, glulizin. Bular mana 4-6 soat atrofi, ya'ni 5 soat, o'rtacha 5 soatgacha ta'sir ko'rsatyapti. Regular, ya'ni boshqariladigan insulin ta'siri, hurmatli vrachlar, 10 soatgacha. Undan tashqari o'rtacha ta'sir ko'rsatadigan NPH insulinlar mana 15 soatgacha.
Undan tashqari, hurmatli vrachlar, D-temir, undan tashqari Glargin kabi insulinlar mana 18 soatdan 1 sutkagacha. Hurmatli vrachlar, Degludec degan yangi insulin turi bu mana 34 soatdan ham o'tib ketyapti. Yangilangan ma'lumotlarga kiritilgan. Bu ana endi hurmatli vrachlar, endokrinologlar juda yaxshi biladi. Misol uchun Repit bilan hurmatli vrachlar regulярni ko'proq qo'llaydi. Yoki loyqalanmagan shunaqa bir tushunchalar bor. Bu yog'i endi chuqurroq yo'naltirilgan klinika. Xo'p, tushunarli bo'ldimi bugungi mavzu, xudo xolasa? Rahmat kattakon. Salmon, endi yangi ma'lumotlar beryapsiz-ku, o'sha